Bovay, quymoqda kesek, bug'doy engizida. Momay, etmekte omaç, söygü dengizida. Yaxşı dostlar, biz Şinjan Kayran Bahari Hayat Medeniyet Tarixi Şirketi'ninki program grupasidan keldik. Bugün sanımızda biz hatta çıtırdan yakımızı ziyaret kılmadık. Emstek tutanlar bizde bolsun. Yaxşı maka qanday Yaxşı qilamiz? ölen turuplar. Nima yaxshi. Biz mushu Şinjan Kayran Bahari Hayat Medeniyet Tarixi Şirketi'ne keldik. Endi sizning mushu hattolik hayotingizdan azroq so'zlab bersangiz anglab boqamdik. Oldu, sözlükle. Mush kasbga nima sababdan kirgandingiz va mush kasbni qilish jarayonida nimalarni yo'qotib, nimalarga erishdingiz? Bu kesipke şu 2010 yıllarda şu başlangıçta okuvatqandamda savadımız yeni çıkıp derslikten şu xushxat deb bir ders bardı. O çağdan o'qituvchilarimiz doskaga yezib birdi, qo'limizdan da yapılaq qizil qarindosh vardı. Shuni ushlab qog'ozga işte siziqliq deb yozdik. Keyin endi dadamni bek amroq bu xatga. Endi xat chiroyli odamninki endi qalbi yuragi chiroyli bo'ldi bola. Chunki eng yaxshi narsani yozish uchun ko'proq material ko'rdi. To'liqsiz, to'lg'ib tura peytlarda endi ustozim Abdug'ani imom. Endi hozir Shinjonni hali ko'z ko'radigan maygoqli sani. Shu ma'lumdan endi sistemalik meşke ve resim ilginiş fursatı oldu. Bu jarayondan da erişken hastalarımızın az emas, kurdaşlarımızın şu yaş kuramidagi tanışballığı nispeten ama bizninki şu kesipke ait ağan kinişke şarap az emas. Endi yo'qotding desak endi şu zihnimizni mush kesipke beribdik. Çoğunluğun endi bir yenida turib bakrak ana dada deb munda haldan xabar qilishga ham biz imkonimiz kim bo'lib qoldi. U chaqildim cho'ngli barchalar. Ham shu bir kun ham shu bir xat yozsak ya 5 kun ya 10 kun berdigan. Shu pulni chiqsaqmi o'zan xajlar deb turdigan. İşte chaqlaydi. Hamda cho'nglar baldo ketib qoldi. Tazi terishayotgan işte bir paytlarimizda. Ham shu yo'qotganimiz ham bir cho'ngildan ayrilib qoldik. Anam dadam ham bilan daha şöyle o'qiyotgan tugab ketgan. Voy o'ylayman işte bir ko'klab mush kesibdamdi bir ozdir ko'pdir. Hosil elib 5-10 ko'p pul topgan sharoitda shu o'g'lon be. Mesela cho'nglamda bir ko'mechga amroqdi. Ko'mechni bildiq-ku? 5 koy mesela. Abi ikkina elib dada anam yeslar deyishgan bizning hozir imkonimiz yo'q. Bunun hem de ökünümüz. Lekin qayt qilinmaydi. Hem erişken desek hem mush kasbda azkem jigimizda eshibdi. Izchillikni tashlamadik, kirishdik, tirmashdik. Hem de mush munosabatlikka urullar xattatlar jamiyat madaniyat idorasi degan turli urilgan ekan bizga. Shaxsan menga bergan viloyat xattatlar jamiyatininki 30 yillik to'pol mukofot bor. Andan shaharlik madaniyat yurtininki şehir dericilik Uyghur xattatlık varisi deb o kinişkine bir ay oldu geldik bunu berdi. Hamda qag'in yana ejrimizga yarasha turli ko'rgazmalarga qatnashib kelyapmiz. Uning chiroyli shahodatnoma kinishkalar kelyapti. Ham ejrimizga yarasha usuli bor.